Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda BMW X5 mashinasi bo'ladi. Mashinamiz 2015-2016 model, ya'ni 2015-yil texpasport bo'yicha 2016-yil O'zbekistonga kirib kelgan bir qo'l mashina. 256 ming kilometr bosib o'tgan 3 litrli twin turbo 306 ot kuchi bilan jihozlangan mashina. Motori, ходовой, korobkasi ideal holatda. Mashinamiz bomba narxda. Akalar, narxi 28500 AQSh dollar. Mashinani bitta ko'ramiz. Mana qaranglar, BMWning xarakteri borda, juda ham derski. Xo'p, o'zini kovni disklarida oldi optikalarni, oblisovkalarni qaranglar. Brutalniy, вообще chiroyli. Mashinamizning rangi qop-qora ko'rinayotgan bo'lsa ham, lekin temniy shokolad rang. Qora bilan почти bir xil. Sizlar bilan orqa rakursini ko'ramiz va interyerini ko'ramiz. Orqa rakursi ham juda ham chiroyli. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. Двойной выхлопной sistema, diodniy optika, elektronniy bagaj, juda ham chiroyli va skromniy. Mashinamizda pit mesni, endi sizlar bilan pit interyerini ko'ramiz. Mashinamizda hattoki prisoskaligacha bor. Mashinamizda полный koja bilan qoplangan, oldi sidinlarimiz полный elektropaket, двухэтапный память sidena va abagreiflari bor. O'zini xrustalniy avtomat korobkasi, sport rejim, komfort rejim, parktronika, siklon rejim, avto hold, elektronniy ruchnik, o'zini klimat kontrol zonasi, o'zini monitori, elektronniy tablo va elektronniy rul multifunksionalniy. Xo'p, detskiy rejim, stiklopodnyomniklar, bokovlarni boshqaradigan rejimlar. Mashinamizda xullas полный full option. Okalar, kimga shu mashinamizda qiziq bo'lsa, narxini eshitinglar, 28500 AQSh dollari, 2015-yil X5. Bunaqalar narxi 35 ming, 40 ming dollar. Bemalol qo'rqmasdan ayta olaman. Mashinamiz вообще bomba. BMW X5.